Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz vatandaş, Şarkı Türkistanlık Uygur qarindaşlarım. Hammalarning Ramazan yığınlağı mübarek olsun. Hemmimiz elhamdülillah Ramazan aylarında uluq günler turibdimiz. Bu rahmet aylarında Allah subhanahu ve taala hammalarninki tutgan rozlarını, okugan Kur'an ve onundan başka keçede qo'pib o'tigan qiyamul layl, tahajjud namozlarini qabul qilsin. Va shuning bilan birga dunyoning har yerida muhojirat yashayotgan har zabulluqda davlatsiz vatani besilingan davlati tajovuzchi kuchlar tarafidan yo'qitilgan davlatsiz qilib qolgan Uyg'ur millatininki pat yaqinda inshaalloh Allohning yordami bilan o'zaro uyushchanlik bilan birlashish bilan Sharq Turkistondan iborat ana vatanimizni fath qilib, u yerda yana o'zimizning davlatchiligini asli keltirib, hur yashashga Alloh subhanahu va taolo hammamizni buni muyassar qilsin inshaalloh. Va shuning bilan birga bugun yana ba'zi bir muhim nuqtalarni muhojirat yashayotgan xalqimiz bilan o'rtoqlashish uchun so'zga chiqdim qarindoshlar. Hamda vatan ichidagi Uyg'urlarimiz, qarindoshlarimiz bizning bu vatan sirtidagi muhojirat bo'layotgan ba'zi bir qalayimqanchilik vatanimizga, millatimizga, xalqimizga bo'layotgan nurg'un o'yinlardan, siyosiy o'yinlardan xabarsiz. Ammo biz muhojirat yashayotgan Uyg'urlar buningdan qanday bo'lmasa ancha-muncha degidek tor dunyosida, sosyal medyada xabar tepib turyapmiz. Uzun gapni qisqasi qarindoshlar. Gapni uzartmayman bu yerda. Mana shu kunning yaqi tunugundan boshlab men Facebook betlarida Tayvandagi Xitoylar bilan uningdan keyin bir qism kallas adashgan Uyg'urning davosini qilyapmiz deyotgan Uyg'ur tilliq badbaxtlarninki bular bilan do'stlik gruppasi yani. O'tkazish, o'zaro tushunish, hosil qilish degandek bir qator qalmashmagan bir temalarda 2-3 soat suhbatlab beribdi. Buning amin to'liq ko'rmagan bo'lsam-mu, buningki asosiy mazmunining nima ekanligini bilib yetdim. Bilib yetganligim uchun buni muhojirat yashayotgan Uyg'ur xalqimiz bilan o'rtoqlashish uchun bugun ekranga chiqdim inshaalloh. Birinchi bularning asosiy maqsadi yani Xitoylar bilan tushuncha hosil qilish. Hamda Xitoylar bilan tushuncha hosil qilish degan narsani asosan bizning 98%, 95% Uyg'ur xalqimiz buni qabul qilmaydi. Chunki irqiy qirg'inchilikni Xitoy vatanimizda yurgizyotdi, hala to'xtatgani yo'q. Qachon besib kirganning yoqi hozirgacha Uyg'ur o'lyotdi, Uyg'ur qon beryotdi. Hamda mushundaq kunning o'zida Ramazonda og'zimizni buzib deyil desak, Alloh hammamizga rahmat qilsin. O'zimizni tutib turib so'zlayotimiz qarindoshlar. Tayvandagi Xitoylar shu o'z vaqtida 2-Cumhuriyet qurilgan vaqtda 1944-yili Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan vaqtda shu bizning vatanimizni Shinshay, Changjeshi, Changkeishi degandek mushtaq jallod Xitoylar besib yotgan bularni 2-Cumhuriyetning Milliy Uyg'ur armiyasi 1945-yili Altay, G'ulja, Cho'chak mushtaraflarni butunlay tozalab tarmar qilib bularni qo'g'lab nadin kelgan shuyagini qo'ygan vaqtda bular yani buningga ko'z yetmagandan keyin bizni Gongsandanga tashlab qo'ygan. Hozirgi CCP yani Chinese Communist Party. Hatta 2. Dünya urushida Yapon Xitoyni bosgan vaqtda Gomindang bilan Gongsandang birlashib turib Yapon armiyasiga, ya'ni Yaponga qarshi turgan. Chunki bularning o'rtasida kelishim bor. Sen Xitoy, men Xitoy, ikkimiz faqat o'xshamagan bir
Ben bo'lsam CCP yani Gongchandang, sen bo'lsang Chunhua-Minguo yani Davlat partiyasi, Kuomintang, xalqning partiyasi demakchi. Biz eng avval birlashib ma Yaponni yo'q qilayotgandan keyin uning ekan qag'inni deyishimizda bular kelishim hosil qilib turib, Yaponga qarshi turib, Yaponni qo'g'lab chiqqandan keyin bular qaysi huquqni olsa, baribir yana bizning vatanimizni shular idora qildigan holatda bularning kelishimi bor. Hamda hozir bir qism bizning ichimizda diniy rais atalgan, yana bir nima atalgan, uningdan keyin doktor, magistr, doktor açtı, professor, yana bir nima bu deb qalb qo'ygan mazkaltak hazlak guylar. Hamda bular bilan suhbat ilib berib, tushunish hosil qilamish. Masalan deb qo'yay, Xitoy bilan hech qanday Xitoy bilan tushunish hosil qilishga bo'lmaydi. Hem tushunish hosil qilgan Uyg'ur Allah va Allohning rasulininki kitobiga, sunnatiga xiloflik qilgan bo'ldi masalan deb qo'yay. Chunki Xitoy Uyg'urning birinchi nomorliq dushmani, Allohning dushmani, kitobning dushmani, payg'ambarning dushmani, insoniyatning dushmani, hammaning dushmani. Sizlar shu yo'g'on qalpoqni, PhD yana bir nima bu degan qalpoqni o'qib elib, ashuni tushangidek bir kallangli bo'lmagandan keyin sizlarning o PhD qalpoqinglar yana bir nimasi degan narsanglar masalan deb qo'yay. Hangi shaklinki bir nimasi bilan tang. Shunday deb qo'yay. Xitoy bilan bizning xalqimiz tushunish hosil qilmaymiz. Bularningki hozirgi maqsadi Tayvan bilan birlashib turib, CCP'ni yo'q qilgandan keyin bu aramzadlarning maqsadi Tayvanni yo'lab chiqib, Xitoyning kommunist 5 yıldızlıq bayrığı düşürülgəndən keyin Tayvanninki Chunhua-Minguo'nun bayrağını çıxırıb bizning vatanda. Yani şu Xitoyning qo'lidan qutulanmaydigan, xalqimizni butunlay dunyo sahnasidan yo'q qiladigan ishga kuchayotsizlar. Men shunda deb qo'yay. Buningki hisobini Uyg'ur agar Allah saqlasin Uyg'ur qirilib tugisa dünyada. Ama bu dünya tugaydi bir gün inşallah. Lekin qiyomat kuni Allah subhanahu wa ta'ala şu 40 milyon Uyg'urninki haqqini sizlarning gadininglarga, sizlar bilan hamkorlashgan, ko'tarmikashlik qilgan, chopiningni ko'targan, suyingni ishgan, podug'inglarga ko'sar taqagan, go'yinlar hammani qiyomat kuni Allah subhanahu wa ta'ala jazolab berishga qodir. İnneke ala kulli şeyin qadir. Biz bu oyatga iymon keltirgan insonlar. Sizlarningki bu qilayotgan qilmishinglar dunyo va oxiratda inshaalloh la'nat kuchraydi. Bu bir. Ey aziz muhojirat yashayotgan suyumlik Uyg'ur xalqim. Qirilayotgan bizning naslimiz, bizning qavmimiz. Uyqunglarni ichinglar. Biz yana mushundaq insonlarningki keynidan mang'amdoq. Shaxsan men mangmayman bularni odam qatardim ko'mayman. Hayvon bulardan yaxshiman deb qo'yaman. Uyqunglarni ichinglar qarindoshlarim. Ish qilyotdi, yana bir nima qilyotdi, o'qiyotdi, bu qilyotdi, Facebookda qaynab ketibdi, ko'tarmikashlik qilib. Ey! Bu seningki Xitoy nikolab olgan xotiningni uyingga kirib, tapanchini bishingga tanglab, ko'z oldingda xotiningniki ishdan ko'ynigini soldirib, bosqinchilik qilyotsa, onangga bosqinchilik qilyotsa, qizingga bosqinchilik qilyotsa, och-singlaringni bisib yassa karvatda. Hammasining qo'sqiga haramdan bo'lgan Xitoy undirimlarini undirib o'tib, shularni dunyoga keltirib, naslimizni tugatyapsa, yana biz nima deb Xitoy bilan Tayvanlar Xitoy bilan, Falun Gong Xitoy bilan, yana bir nima Xitoy bilan. Men sana deb qo'yay, jannatdan chiqqan avliyo Xitoy bo'lsa-mu ishnish ko'nmaydi men sana deb qo'yay. Xitoyga jannat kirmaydi inshaalloh. Alloh kirgazmasin bu badbaxt, munofiq, maxluq insonmi degan olmaydigan bunda ish plas qo'yilni. Hamda qo'pib do'stlik gruppasi yana bir nima tushunish hosil qilmas yoshlarni u bu. Bütün yaşlar
Amerikada yaşayotgan 20'ning ustidagi, 18'ning ustidagi qiz, o'g'il, yosh Uyg'ur qizlari uyqunglarni ichinglarman deb qo'yib. Butun dunyodagi Uyg'urlar, yoshlar uyqunglarni ichinglar. Xitoy bilan munozir qilish bo'lmaydi. Xitoy bilan bir ustalga kelish bo'lmaydi. Xitoy bilan bir ustalga kelsanglar, utib bo'lolmaysizlar. Xitoyga uttirib yetisizlar. Biz tarixdan buyon urushda yengilgan millat emas. Biz faqat sulhi ustal ustida boshqalarning salasi bilan biz uttirib etgan. Buni tan olishimiz lozim. Shu sababdan qarindoshlar, ma insonlarga butun dunyodagi Uyg'urlar qarshi bayonot beringlar. Bularga hozir Ramazon oyida turyapmiz. Bularga kunda beddua qilyapman inshaalloh mush masjidda. Hem cemaatimi so'rayapman, bizning boshqa imomlarimni so'rayapmiz. Bizningki milliy mustaqilligimizga to'sqinlik qilayotgan Uyg'urninki yo'qolib ketishiga Xitoy bilan birlashib turib, yo'l ichayotgan milliy munofiqlarimizni Alloh yo'q qilayotgan deb duo qilyapman inshaalloh. Butun dunyodagi Uyg'urlar uyqunglarni ichinglar. İş qıvatıdı, yana bir nima qildi, bu naga apurdu ma bizni. Bu qivatgan buningki da'vosininki qanchalik foydasi bor vatan millatimiz uchun, bizning milliy mustaqilligimiz uchun qanchalik foydasi bor deganni o'ylashib turib, shu insonlarning keyindan mangamiz. Aşağıda 3 saatlik o'tkazilgan suhbatda Sharq Turkiston deyapti-ku. Sharq Turkistonmi demabdi? Uyg'uristonmi deyapsa? Uyg'uriyami deyapsa? İki qatim qurilgan Cumhuriyatninki ismi Sharq Turkiston. Sharq Turkiston deyapsizlar hech qaysinglar. Hatto ashning ichidagi Uyg'urlarmi anda millatninki nimasi, manda rahbari u bu degan yo'g'on qalpoq navagan guylar hammanglar Şinjan degan kalimadan chiqarmabsizlar, Xitoyni qo'yib bergan. Buningda nimani ko'rib olib bo'ldi qarindoshlar? Butun dunyodagi muhojiratda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlar, ma mening gapimni yaxshi anglanglar. Ma Bilal Ibrohim Turkistonining gapini yaxshi anglanglar. Vatanimizning ismini deyolmay turib, bayrog'imizni qo'rqmay, Xitoyning oldida ko'tarilmay turib, dunyo sahnasida biz yana qanday da'vo qilmoqchi? Biz yana qanday da'vo qilmoqchi qarindoshlar? Biz yana qanday da'vo qilmoqchi? Men yangi Amerikaga kelgan vaqtimda 2011-yili. Alazir bir 7-8 oy o'tganda shu Amerikada yashayotgan Xitoylar ashunda bir narsani nima qilib, bir yerda bir gaplarni qilgan. Sizlar Uyg'urlar Xitoyga qarshi, CCPga qarshi harakat qilsanglar nihoyat yaxshi. Biz birga harakat qilsak, u bu degan vaqtda men bo'ladi ma'qul, lekin mening bir shartim bor. Shu shartga ko'nsanglar, birga qilsak bo'ldi bu harakatni. Bo'lmasa, qilg'ili bo'lmaydi. Desam, qanday shart deydi. Bu shartni desak yoki men desam, uningga sen ko'nmasliging mumkin. Ammo biz shuni qilmasak bo'lmaydi. Agar shuningga ko'nsanglar, biz birga harakat qilsak bo'ladi. Tayvan Xitoy bilan Li Hongzhininki agash kuchlari Falun Gongchilar bilan, demokratik Xitoylar bilan, human rights Xitoylar bilan, nurg'un boshqa nimani qilgan Xitoylar bormish adimi. İnson haqlarini da'vo qilgan, demokratiyani da'vo qilgan, uningdan keyin Li Hongzhininki Falun Gongchilar va Tayvanchilar va yana bir degan bir qator Xitoylar. Xitoycha Amerikada 10 millionda Xitoy bor. Desam da paqqimiz anglab baqaylar bu deydi. Sen Sharq Turkistonninki mustaqilligini qo'llasang, Sharq Turkistonninki mustaqil bir davlat ekanligini, uningdan keyin ma bayroqni e'tirof qilsang, Uyg'urlarninki sizlar bilan bir millat emasligini, bizning tilimizning, yoziqimizning, chiroyimizningki, hech qanday narsamizningki total different, hamma narsamizningki o'xshamaydiganligini bilsa, lekin mushu vatanning, bizning Sharq Turkistonning mustaqilligini e'tirof qilamiz,
Sharq Turkistonga mustaqillik kerak, biz besib olgan, biz buningga tövbe qildik, biz nima qilmaymiz deb dunyo axborotlarida mushuni bera olsanglar, bütün Uyg'ur mushuni anglasa muajiratdiki. Dunyo medialari buni ko'rsa, shuni qila olsanglar, uningdan keyin biz sizlar bilan birlashib turib Xitoy Kompartiyasini yiqitsak bo'ladi. Uningdan keyin sen Sadichanning A tarafida qolsa, Sadichanning ma tarafi bizningki, sen ma tarafga o'tmaysa, biz A tarafga o'tmaymiz. Mushni qo'llamsa, mushni sizlar e'tirof qilamsizlar, qo'lla olamsizlar, qilsanglar, uningdan keyin biz bayroqlarimizni chiqib sizlar bilan chiqsaq bo'ldi. Yaqinda Xitoy degandan keyin, biz undaq qilolmaymiz. Nima ish qundaq mustaqil bo'lsa, biz degan CCP'ni yiqitib Amerikadagi bir demokratik davlat qurdigan tursak, o vaqt seni mustaqil bo'lishing nima hojati? O'xshash Amerikada yashaymiz emasmi? Nima ish qilsa mustaqillik e'lon qilib. Bizning maqsadimiz shu kommunist Xitoyni yiqitish. O bu degandan keyin ashada, to'xta. Sen vatanimizdagi mustaqilligini qo'llamaysan, ham e'tirof qilmaysan. Bu birinchi. Ikkinchi, sen kommunist Xitoyni yiqitib, o'zing bu huquqni olgandan keyin yana Uyg'urga qirg'inchilikni yurgizib, yana Uyg'urning vatanidagi boylikni, Uyg'urga ta'alluq qilgan molni yana mening qololaman demoqchi bo'lsan, maqsading shu. Demak, seninki hujayrangda Xitoy hujayrasi bo'lganligi uchun hammang o'xshash. Sen go'yli bilan ish qilish bo'lmaydi. Men hayotli bo'ldi ekanman, butun Uyg'urni shunaq uyg'otib, sen haramliqlar bilan bir ustalga kelib ish qilmaydigan holatga keltirishga tirishma. Qo'lingdan kelganini qilish. Sizlar bilan ish qilish bo'lmaydi. Baribir sen CCP'ni yiqitgandan keyin yana o'zing chiqib, yani shu Xitoyning 5 yulduzlik bayrog'ini tiklaysa, ya Tayvanning bayrog'ini tiklaysa, yani shu bizning vatanimizni besishgan-ku, yeyishgan-ku, yo'q qilishgan-ku Uyg'urni. Unda bo'lgandan keyin nima deb sizlar bilan ish qildik ekanmiz? Mang buyning valisi. O'zingning bilgan ishini qil. Sen aramliqlar bilan birga o'tin. Cha annangni ko'tamadi deb shu vaqtda yo'liq sağan qarindoshlar. İnşallah yana bir 7-8 oydan keyin 10 yil oldu bu ishga. Ammo ichimizdagi bu o'zini haliqi PhD, yana bir nimasi og'zimga shunda satkab keldi, men Ramazon bo'lib qoldi. Bularning asosiy maqsadi Uyg'urga kuyinish emas. Uyg'urni Xitoy bilan birlashib turib yo'q qilish. Bularning asosiy maqsadi. Uningdan keyin hozir butun dunyoda Uyg'ur qirg'inchiligi davatsa, bular Uyg'ur qirg'inchiligi degan gapni yo'q qilib, boshqa bir narsani, yo'q bir narsalarni tüki yo'q. Asıl qo'lga chiqmaydigan shunda bir nimalarni deb turib, bizning Uyg'ur millatini yo'q qilmoqchi. Ato'ga CCP yiqilsa, Tayvanni o'ylab chiqib mala. Tayvanning bayrog'ini bizning Sharq Turkistonga tiklab, o'ttirliqda bular manfaat yana. Birayaninki. Hamda hozirgi Abdunum rayonidagi Xitoyning tilida. O vaqtda nima deydi? Xudoyim saqlasin. O'sha vaqtda shu ko'tarma kashlik qilgan, podiqiga kusar kuygazgan guylarmish ediki. G'ip-tang berib, o'z vaqtida Ahmadjon Qosimini o'ltirayotgan vaqtda Stalin bilan Mavzudin birlashib, Sayfiddin Aziz degan munofiq otishdan g'ip-deb Beijingga berib, bizning vatanimizni qo'shqo'llab satqanga o'xshash. Bular mashina qilib turib, ashaninki bir boshliq, yana bir nima boshqa qilmoqchi. Bu tarix yana qaytanlatadi qarindoshlar. Shunga biz bak sagak olmasak olmaydi, sezgir olmasak olmaydi. Bütün Uyg'urlar qildigan bizning tavsiyamiz hech qanday Xitoy bilan murassa qilish olmaydi. Sulh qilish olmaydi. Bular bilan urush qilsak qilamizki, sulh qilish olmaydi. Bir massaga kelish olmaydi qarindoshlar. Bir massaga kelding, sulh qilding, putdading. Hozir Uyg'urning nimasi qoldi? Hech nima qolmadi. Sening ikki shohid bilan bizga o'xshash diniy raislar nikohingni o'qib, sana halallab nikoh qilib bergan xotiningga ega bo'lolmayotsa, niman qoldi? O'ylan mani. Niman qoldi? Abda o'ylan. Beshingdagi maymoq kirbog'lab ketgan qasmoq to'ppangni ilib, oldinga qo'yib o'ylan Uyg'ur. Niman qoldi?
Hiç nima qolmadi. Hiç nima qolmadi. Hamda Allohning iltifoti bilan dunyodagi ba'zi bir davlatlarning ko'ngliga silishi bilan hamda bizni bunda irqiy qirg'inchilik bo'lyapti deb so'zlayotsa, hamda mayadin yirtqichdan bir nima chiqibdi degandek, ma haramliqlar yoshlarningki ideyasini uyg'otib, Xitoy yoshlari bilan Uyg'ur yoshlarini tushunish hosil qilish, CCPga qarshi turish, Tayvan bilan birlashtirib ish. Men sana deb qo'yay, Tayvan o'z vaqtida bizning vatanimizni bosgan, bizning vatanimizdagi nurg'un tonnlab oltin kumushni bulab achikdib, hozirgi Tayvanni qurganman deb qo'yay. Hozirgi Tayvanni ikkinchi Amerikaga o'xshash bayashat qilgan, bizning davlatimizdan chiqib ketgan oltin kumush, asari atiqalar, boyliqlar, janjiyashi bulab achib ketgan ashning hammani. Aş pullar bilan bizning vatanimizdan chiqib ketgan shu boyliq pullar bilan hozirgi Tayvan davlatini, ya'ni ikkinchi Xitoy davlatini ilmiylashtirib aytganda ikkinchi cho'ng quruqliqqa yana daloga o'xshamaydigan bir davlatning qudratlik bo'lishiga mening yanchug'imdagi, sening yanchug'ingdagi butun Uyg'urning oltin kumushlari bilan shunchalik Tayvan qilib qurgan. Hozirgi. U o'zining Tayvan davlatidan chiqqan boyliq bilan qilmadiki uni. 70-80 yilning oldida bulab achib ketgan boyliq oltin kumushning badaliga shunchalik qudratli hozirgi urush aeroplanlari Tayvan qurdi. Unutib qolma Uyg'ur. Xitoydan sana yaxshilik kelmaydi. Xitoydan Uyg'urga yaxshilik kelmaydi. O'z vaqtida Wang Zhen degan Xitoymi Uyg'urni qirgan. Mao Zedongmi shu. Deng Xiaopingmi shu. Zhang Jieshimi shu. Hammasi o'xshash. Xi Jinpingning davrida irqiy qirg'inchilik qildi. 7 ayning 5-i 2019-yilda Urumchi qatliamı qirg'inchilik qilgan vaqtda avtomatni ko'tarib, broniklarni, tanklarni chiqib Uyg'urni qirgan vaqtda bizning vatanimizda ashada tug'ilib, ashada yashab cho'ng'igan Uyg'ur bilan o'ynab cho'ng'igan Xitoylar javob chaldi. Qo'ying. Omda jo'ndo edi. Uyg'urni qirib yo'qot deb ashunda shuvarlarni sözüldü. Çünkü şunun içinden çıkan hayat qalğan mening bir necha ağaynam Misirga chiqqan vaqtda hamma ahvolni menga deb bergan. Yana tarix qaytilindi, diqqat qilmasak. Endi yana Tayvanlik Xitoy bilan, Falun Gong Xitoy bilan, Li Hongzhi Xitoy bilan, Demokrat Xitoy bilan, inson haqlari Xitoy bilan ba'zi haramliqlarning deyishyapti. Yaxshi Xitoy, eski Xitoy deb arib. Biz yaxshi Xitoylar bilan birlashib Uyg'ur uchun Xitoyning men deb qo'y haramdan bo'lganlar, men deb qo'y haramdan bo'lganlar. Xitoyning hammasi o'xshash. Men deb qo'y. Hammasi o'xshash Xitoyninki. Faqat aldamchilik qilib seni aldaydi bir mezgil xolos. Uningdan keyin yana o'zining abtibashirini oshkorlab chiqqandan keyin ikkinchi yuzini. Xitoyning ikki yuzi bor. Ikkidan mijiq o'shirib qo'ygan. Sana yaxshiroq bo'lib kirib olgandan keyin, kuchlanib olgandan keyin seni yo'q qildi. Shunga Xitoylarda bir mashhur bir so'z bor. Junzi bao chou shiniam buvan deydi. Xitoyni ojiz vaqtida bir mush urib qo'ysang, sana yaqamaydi. Ha, shing. Ha, to'g'ri shuninki degan bu. Uni saqlaydi ichida. 10 yil, hatto bir umr. Kuchlanib bo'lgandan keyin sening shu bir mushunga seni o'ldirib qiningni ichidi. Shunga Xitoyninki mashhur Xitoyparast tarixchilari Uyg'urlarni yo'q qilish uchun bular Xitoyninki tarix kitoblariga
Uyg'urlarni bevosita ismini atamasimi? Hunlarning go'shini yeb, g'uzlarning qinini ichmaymiz deb yozgan. Hunlarning go'shini yeb, g'uzlarning qinini ichmaymiz degani shu Uyg'urni o'ltirib, Uyg'urning go'shini yeymiz, Uyg'urning qinini ichimiz degani bu. Shu sadichinchi pilnimi Qin Shi Huang onlar, yana Uyg'urlardan bizdan qo'rqib saldırgan shuni. A taraf Uyg'urninki, ma taraf bizninki o'tmasin deb. Chunki kuchi yetmagan vaqtda. Ammo hozir tarix boshqacha. Vaziyat boshqacha. Biz qachon Xitoyni haqiqiy dushman ko'rgan vaqtimizda biz uning bilan bir masaga kelmaymiz. Agar bir masaga ashundaq suhbatlar o'rlashib qolgan qolsa-mi, Çxoni mali gibi yandan Xitoy. Sharq Turkiston bizning vatanimizning ismi. Sen davatgan o Şinjan, yana bir nima degan narsani biz tunamaymiz. Buna bizning bayrog'imiz bor, hamma narsamiz bor. Sen besib olsang vatanimizni, sen odamlarimizni o'ltarsang 30-40 million Uyg'urni, yana sen haqli bo'lamsan? Nada unda ish ekan? Sen bilan biz qiyomat kuchi dushman deb mushuni siyosiy sahnada deyishimiz lozim qo'rqmay. Bu Xitoy emas, demokratik ellar, erkin davlatlar. Yandan tapanchani chiqarib, bechilab, vang 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 seni aytadigan. Unda qilmaydi bular. Biz hammamiz shunda deyishimiz kerak, ashuna deyalishimiz kerak. Shunda deyishimiz shart bizningki. Ammo ma haramliqlar Uyg'urga vakillik qilishmaysa, men sana qo'yay. Kim e'tirof qildi seni? Men e'tirof qilmayman. Og'zimni buzib tergandim, og'zimni eshakning, hangi eshakning bir nimasiga tan qilmayman sendan vilni. Hangi eshakning bir nimasi sen vildan yaxshi. Hayvan sen haqdan yaxshi. Hayvandan ziyon kelmaydi. Tunguz cho'shqa yaratmaysa, o'zining po'qini o'zi yeydi deb. Alloh tasbih etdi. Sendan yaxshi, men sana deb qo'yay. Sen aramliqlarcha bizning PhD unvanimiz bor. Bizga bu so'zlaymiz, bizga Uyg'urning andaziyalisi mundali. Palan nasamga hisob men sana deb qo'yay. Aşı qalpiqing palan nasamga hisob. Haramdan bo'lganlar. Namoz o'qishmaysan, ro'za tutishmaysan, Ramazonda ichishsan. Bir-biringning xotinini o'ynaysan, zakat vermaysan, haj qilmaysan, islomga buyurilgan hech qanday narsani qilmaysan. Musulmonlikdan nasibang yo'q. İnsanlıqdan nasibang yo'q. Hayvan desek mi artıq ketdi sen haqni. Endi biz Uyg'urning bir şey, Uyg'urning ishini qilyapmiz. Uyg'urning ishini qildigan odam mustaqillik deydi. Xalq ko'chiga kirmaydi davoni. Uyg'urning qinini Xitoy bilan birlashib ishchidiganga harakat qilmaydi. Xitoyni hech bo'lmaganda turg'izamizmi ya Xitoy? Sen bilan biz bir sapda turmaymiz. Sen bilginingni qil. Ammo biz sen qarshi turamizdan bunda deydi. Seni biz bu yerda qo'ral ko'tarib hozir berib urush ichmadimidikki? Nima deb og'zingni maymoq qilishib, Xitoy bilan bir ustal o'tirib, qilib shunda Xitoy so'zlab foyinlaringmi kelmasa, Xitoychini biz bilamiz mazan deb qo'yay. Ammo Xitoy bilan biz Xitoy paranglashmaymiz. Ingliz gap qilay, haramdan bo'lgan, bilsang. Bumuz qo'ng'ani qilib yo'qolmayadi deymiz. Men nega bo'lsam shunda deyman. Amerikada mijaq Xitoylar uchrab turdi. Deydi ashlan bizni. Sen Xinjiang'ringgo. Seni kim beshingda qo'yamo. Dopang kiydigan sen Xinjiang'ringgo bu deganda biz og'zingni yum. Shut up. I am not Xinjiang. I am from Eastern Turkestan. Dep bunda deymiz. Nimancholar qo'rqsizlar Xitoydan? Nimancholar qo'rqsizlar Xitoydan? Xitoy bir maxluq, Alloh tarafidan yaratilgan. Qo'rqishning hojati yo'q. Vatanning ichida qo'rq bo'pti. Tapanchani mijda tanlab turib bu qiladi deb. Erkin dunyodan nimdan qo'rqsa? Hey, muhojiratchi Uyg'urlar, sizlarga bir narsani deb qo'yay. Davoni to'g'ri qilsak, bütün dava Amerikada. Amerika anglaydi. Amerika yordam qilaoladi hamma narsaga. Bütün dunyodagi bo'layotgan ishlarga Amerika keyinib turib yordam qilyapti. Ma Uyg'ur qachon bir to'g'ri gapni qiladi? Mushlarning og'zidan bir anglab boqaylik, mush to'g'ri gapni.
Mağlanın içinde bir erkek var mı yok mu? Mıda deydigan. Dep şunu saklavatıdı. Elhamdülillah. Hazırgıç çıkmadı biraz onu bunu dep. Yani şunun da mı Uygur'unu kubul kıvatıdı. Kubul kımız kımaydı. Va tepsem tevremez bu tonur kalkken sen gava. Şunçilik adımını kırvatsa, yani uflap yitip, ağzını gapını sepiravatsak, yani şu oңşap diyemeydigan güyken seva dep, onu demigen bilen, bula bildi. Kaçan muşlarının içinde muşunda bir adam çıka, kaçan bir de muşu gapni deyapti. Nimeden qoqsa? Men dep qo'yay. Sharqi Turkistonninki Uyg'urlarning vaziyati urushsiz, qurolsiz hal bo'lmaydi men deb qo'yay. Namoyishni qilma demaymiz, namoyishni qilamiz. Umi bir da'voning bir turi. Qalam bilan, alam bilan qilamiz. Ammo Amerika yordam bera oladi. Shuni bilib qilinglar. Sharqi Turkistonning vaziyati qurolsiz hal bo'lmaydi. Urushsiz hal bo'lmaydi. Biz o'zimizning jinini, qinini, milini sarf qilib turib, biz o'lganda uningdan kim vatan mustaqil bo'ldi. Bizning avlodlarimiz Xitoyga mangu qulunma yashaydi. Bay yashaydi. Saudiya yana bir ya Dubai u bu deysan, uningdan chiq bizning boyligimiz. Ammo shuni to'g'ri anlatadigan bir inson hozirgacha chiqmadi. Shunda mikrofonni og'ziga tutib, "Sening xalqing nima istaydi? Dunyo xalqidan nimani umid qilsizlar? Nima orzuyinglar bor?" U bu desa, ashula xuddi put ko'ygan to'qoydak og'iz tili kalvalashib, ashu uduqib, qo'q, ashu hazırlam Azrail kelib jinini evtidagan. Azrail jinini aladigan ish olsun bir haqiqatni qo'yib, uningki o'lmabsa, rahat bo'lsa. Sharq Turkiston mustaqil bo'lishi kerak. Biz dunyodan shuni istaymiz. Ham Amerika hukumatining bizning qo'llashini umid qilamiz. Bizning vaziyatimiz, bizning masalamiz Sharq Turkiston mustaqil bo'lmasa, Uyg'urlar hur bo'lmasa, mustaqil bo'lmasa, bizning bayroqlarimiz va davlat qurgan. Biz yana mushu davlatchiligimizni, bizning vatanimiz bor. Ma vatansiz degan gapni boyqut qilishman deb qo'yajman. Vatansiz degan gapni qilma. Ma da'vo qilayotganlarimning ichida yama eg'irma bu. Biz vatansiz emas. Biz davlatsiz. Bizning vatanimiz shu Sharq Turkiston. 1.828.918 kvadrat kilometr zamin shu bizning vatanimiz o. Necha 10 ming yildan biz shu yerda yashagan. O vatansiz degan millat uning tupur qo'nmaydi. Uningki bir davlat qurmagan. Uning zimini yo'q. Hozir zimini yo'q, davlat qurmagan millatlarmi? Biya bergan, Rossiya bergan, yana bir bergan bu davlatlarni ashna qilib turib 91dan keyin davlat qurib, ashana vatan qilib yashayotdi. Bizning vatanimiz va millat turib, nima qilib o'zimiz dunyo sahnasida da'voyimizni cho'ktirish uchun vatansiz degan gapni boyqut qilinglar men deb qo'yay. Davlatsiz biz hozir holatda davlatsiz. Bizning vatanimiz bor. Biz davlatsiz. Ma'nim qistirib qo'yay. Oxirda gapimni qisqartsam, qarindoshlar. Sharq Turkiston masalasi, Uyg'ur masalasi ikki narsa bilan mustaqillik erishdi. Biz siyosiy, sosyal media, dunyo sahnasida Sharq Turkiston mustaqil bo'lish kerak, Uyg'urlarga mustaqillik kerak. Uyg'ur mustaqil bo'lmasa, yo'qolib tugaydi, yo'qovatidi. Shu dunyo siyosiy sahnalari dunyodagi bizning da'voyimizni qo'llayotgan kuchli davlatlar Uyg'urlarning mustaqilligi uchun, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun bizga qo'linglardan kelishicha yordamni qilsanglar, mush eng unumli yordam qilganinglar bo'ladi. Uyg'urning yo'qolib ketishiga, yo'qolib ketmasligiga bir shart-sharoit hozirlagan bo'lsizlar. Uyg'urning yo'qolib ketmasligi uchun Sharq Turkiston vatani besilingan tuproq, Sharq Turkiston davlati mustaqil bo'lishi kerak, Uyg'ur mustaqil bo'lishi kerak degan narsani o'tirib qo'yishimiz kerak. Undan keyin ikkinchisi, bizning masalamiz urushsiz alınmaydi, qurolsiz alınmaydi. Bu narsa. Buni 2006-yilmi, 2007-yilda Qirg'izistondan bo'lgan Azat Qosim degan akimiz Istiqlol TV'da buningga javob berib bo'lgan.
Sharq Turkiston masalasi, Uyg'urlarning masalasi qurolsiz hal bo'lmaydi deb. Buni biz bilganligimiz uchun bu yerda yana bir qatim eslatib o'tyapmiz qarindoshlar. Uyg'ur hech qanday Xitoy bilan murassa qilishga bo'lmaydi. Xitoy bilan murassa qildim deganing, Xitoy bilan sulhi tuzayman, Xitoy bilan yashayman deganing, xotin qizlarimni, och singlarimni, qizlarimni xalagan paytingda kirib bosqinchilik qilsang bo'ladi, uxlayotgan vaqtimizda yotqinimizni achikitib, xalagan vaqtingda atdeganda tushdi kechda, xuddi 3 vaqt tamoq yegandek, oldidan, keynidan, og'zidan, udilkaga yerdan xalag'ini chiqib o'ynasang bo'ldi deganga shart sharoit hozirlab dayuzlar qalpiqini, dayuzlar maqomini, dayuzlarninki PhD'sininki unvonini olgan bo'lsa, masalan, qo'y haramdan bo'lgan sho'ruka solamchi ko't shu jalab xotinninki yotgan tishidan bo'lgan Xitoy anasiga ortib tepilib qolgan haramliqlar ma'ni bilib qo'yinglar. Ağzımni uzmaydigan amal yo'q. Chidamay buzib saldim. İnşallah Xudoyim kechirsin. Lekin sen haramliqlar Uyg'urga vakillik qilolmaysan. Bütün Uyg'urlar meni anglar. Men taqtinglar meni. Men taqtinglar. Ama Bilal İbrahim Türkistan setga qipti. Yana bir nima bu deydiganlar men sana og'zingni yum. Men sana deb qo'yay. Og'zingni yummasang, sening og'zingni yumdirib qo'ydigan odamlarimni evatma qishingga. Shular obdan sana shu Yasalga çay demlep, ikkinci avazın çıkmaydigan qilib qo'yalaydi inşallah. Ağzını buzdun, andak qilding deb turib, Uyg'urning yo'qolib ketishiga, Uyg'urning mustaqilligiga, Sharq Turkiston davlatining mustaqilligiga pichoq urayotgan Xitoy bilan birlashib turib, aninki mustaqillik da'voyimizni cho'ktirishga kuchayotgan gularga ko'tamkash qilishma sanab qo'yay. Kötəmkeş qığınanınki aşlarının poduqını yalğan, meynat poduqı kusar daypır. Keygüzgen gülünün amisi kıyamet günü oxşaş şunun hesabını verse. İnşallah. Bununla Allah'ınki ayetleri Peygamber Muhammed'in hadisleri var. Allah kalırsa bu haramlıqlarga künde ben beddua qıvatımı bugün bu şundaq ta Ramazan çık ketkice. İsminglarni atab turib, Allah qalasa sizlarninki bütün urug' avlodinglarni, ajdodinglarni, o'lib ketgan ota bovlaringlarni Xudoyim vaylun dozaqning eng tigiga solsin inshaalloh. Sen haramliqlarni dunyo va oxiratda xor, zabun qiyomat kuni Allohning oldida zahardan damlangan o't qarninglarni, ich bag'ringlarni chiritib ko'ydirdigan shunday dozaq tushsizlar inshaalloh. Hamda bütün Uyg'urninki xoin, munofiq, satqin, Xitoy bilan bir sap turayotgan g'olcha hayvondan to'ralgan Uyg'ur otliq, Uyg'ur so'zlaydigan Xitoy haramliqlar bilan sho'ribkashlarga qattiq raddiya berib, shunday til ahonat bilan raddiya beradigan vaqti allburun kep bo'ldi qarindoshlar. Men deganni mushin davitib, sizlar o'ldirilsanglar yoki yo'qab ketsanglar, o'lib qolsanglar, zivoninglar tutilib İnşallah sizler şehit olsunlar, rahat olsunlar. Kıyamet günü Allah'ın aldıda azabınla yenikirek buldu. Eğer bunu demey, susup, muşaramlıklar nemme dese, Şincan dep, açık Xitay koyup bergen isim ne? Dep durup, kısa iş kıvatkan boğandan keyin neme dep bunda deyimiz. Hemen okşaş aşına demezsen dep koyay. Çöpünü yiyen mi oğre, suyunu içken mi oğre? Kazını kütegen mi oğre? Aşının içine çümüçün sepinde koçuğa mı oğre men sanıp koyay. Ot yıkpagının mı oğre? Uçak yıkpagının mı oğre? Otun tuşpagının mı oğre? Gaz kuypagının mı oğre? Şilenkinin ulapagının mı oğre men sanıp koyay. Paypak kaydır koyğunun mı oğre şavcılar? Aramdan boğan böyle. Uygur'un ayda Xitay öldürüp, kavap qilib yeb, qinini ichib, xo'sha deb qadak so'qashtirib bir-biri bilan. Xotin qizlarimizga xalqini bosqinchilik qilib, chiroyli Uyg'ur qizlar. Sen bilan biz olsak, biz olsak Uyg'urni tug'ida ashlar. Sen bilan biz ularni ololmay, ularning dardiga yetolmay yursak,
ayada Xitoy alaga bosqinchilik qilib, ashuna qilsa, yana ashunga vijdoni unib, yana andaq qilamiz, mundaq qilamiz. Hech qanday Xitoy bilan sulh qilishga bo'lmaydi bunda. Hech qanday Xitoy bilan birlashishga bo'lmaydi. Seni qo'llamaydi Xitoy. Falun Gong chiqsimi? Demokrat Xitoy chiqsimi? Human Rights Isa'aqlar Xitoy chiqsimi? Tayvanlar Xitoy chiqsimi? Ularning maqsadi Uyg'urni yo'q qilib, Sharq Turkistonni mangu o'zining yo'qab ketishga, dunyo kompekom bo'lib yo'qab ketishga foydalanish, o'zining qilish. Boshqa gap yo'q bu yerda qarindoshlar. Nima deydiganim mushunchalik bo'lsin. Hammamiz kallamizni munda silkib etib, ko'zoynaklarimizni qaytilib bir taqab yaxshi bir o'ylashaylik. Xitoydan bizga yaxshilik kelamdi kelmaydi. Bu hamma narsa uchuq ma'ruf masalalar kelmaydi. Şoň palançy andakkan mundakkan. Unda emas. U awliya doktor bo'lib ketgan Uyg'ur bo'lsa-mo, Xitoy bilan bir sap turib ish qildi ekan. Che, qomsa anangskay. Deb uning o'rniga boshqa birsini chiqirmiz. Qachon Uyg'urning bishiga haqiqiy vatan suydigan sap Uyg'ur qina aralashmagan, Mongolning qini yo'q, Tunganning qini yo'q, Xitoyning qini yo'q, sap Uyg'ur chiqqanda da'vo o'shuldi. Shundaq odamni chiqarishimiz kerak. Bo'lmasa Uyg'ur dunyo sahnasidan tugaydi. 10 ming yildan ortiq tarix va millat tugaydi. Turkning bo'g'usigan Abu Atrak, Jaddul Atrak deb so'zlaysizlar. Türk'nün dadısı, Türk'nün babası. Tügeyse. Ve ahiru da'vana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nestağfiruke Allahümme bihamdik ve netubu ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Hammalarni Allah'a tapşırdım. Şarkı Türkistanlık muhaciret yaşavatkan, kan içinde inaravatkan Uygur'nun evladı. Allah'a emanet, selamet bulunlar. Keyinki sayfimizde görüşelim.